40 ga kelib otam endi tushundim. Otam, men keldim. Kommentariyaga otangizga rahmat deb yozibdilar ekan. Aka, omonatingizni yetkazgani keldim. Yaqinda 11 yil bo'ladi otamdan ayrilganimga. Otangizga rahmat degan so'zni eshitsam, ichimdan nimadir uzilgandek bo'ladi, g'alati bo'lib ketaman. Otasi yo'lga yaxshi tushunadi. Hali otam ko'p yashaydi deb o'ylaganmiz. Duolarini kam olganmiz. Suhbatlarini kam olganmiz. O'g'lim katta bo'lib, otam meni qanchalik yaxshi ko'rganliklarini bilaman. Ichimda o'ylayman, otam shunchalik meni yaxshi ko'rgan bo'ladi. Dunyodagi eng boy insonsizlar. Agar siz otangiz hali ham hayot bo'lsalar, o'sha boyliginglarni borligida qadriga yetinglar. Bo'lmasa menga o'xshab omonatni yetkazib yurishinglarga to'g'ri keladi. Hech qachon yig'lamaydigan odamman. Ashti kelib yig'lab olaman. Otamni sog'indim. Sog'inganlar bormi otasini? Kelib turinglar. 40 ga kelib otam endi tushundim. Hali ikkita farishta ham meniki. Otam bilan birga jannatda ko'rish nasib qilsin, Xudo xolasi.